Assalomu alaykum kanal muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda olat somsa tayyorlaymiz. Uy sharoitida. Bizga bir kosa suv kerak bo'ladi. Bu 400 ml. Bir osh qoshiq tuz solamiz, aralashtirib olamiz. Namakkap tayyorlab olamiz. Chuqur idishga 700 gram un o'lchab solib qo'yganman. Mana hozir endi namakkap suvni unga solib, aralashtirib xamir qoramiz. Qattiqni xamir qorib olishimiz kerak. Suvni sekin-sekin quyib xamir qorib olamiz. Demak, mana shu 700 gram unimga tayyorlagan namakkap suv hammasi ketdi. Qattiqina xamir bo'lgani uchun yaxshilab mushlaymiz, ishlov beramiz xamirga. Xamir qorayotgan idishimizning devorlarini, mana ichlarini yaxshilab tozalab olamiz. Xamirni stolning ustiga olamiz, un sepib ishlov berishni davom ettiramiz. Shundan so'ng xamirni paketga o'raymiz, tindirib qo'yamiz. Bu orada xamirni yana bir-ikki ochib, paketdan olib turib, mushlab, yana tindirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Paketga o'rab qo'ygan xamirni 20 minutdan keyin ochamiz, yaxshilab mushlaymiz va yana paketga o'rab 10 minutdan 20 minutgacha tindirib qo'yamiz. Shunda xamirni men bir marta ochib, mushlab yana tindirishga olib qo'ydim. Jami 40 minut tindi xamir. O'zi 40 minut norma. Shu 40 minutda juda ham yaxshi tinib oladi xamir. Xamirning ustlarini qarang, qanaqa tekis elastik bo'lgan, juda ham yaxshi xamir bo'ldi. Xamir tinmaguncha biza to'g'rash kerak bo'lgan masalliqlarni to'g'rab tayyorlab olamiz. 2 ta yirik piyoz olamiz. 2 ta yirik piyozni mayda qilib to'g'rab olamiz. Somsaning ichiga bugun piyoz solamiz. Har doimgidek go'shtni mayda to'g'rab solamiz. Bitta bulg'or qalampiri kerak bo'ladi. Charvi yog' solamiz hamda pomidor kerak bo'ladi. Bitta yirik piyozni to'g'rab chuqur idishga solib oldik. Hozir mana ikkinchisini mayda qilib to'g'rab olamiz. Buni ham chuqur idishga solib olamiz. Piyozlar tayyor bo'ldi. Bizga shirin qalampir yoki bulg'or qalampiri kerak bo'ladi. Bittasini ishlatamiz. Yuvib tozalab, mana bo'laklarga bo'lib olamiz. Somoncha shaklida to'g'rab, yana mayda qilib to'g'rab olamiz. Xohishga ko'ra ko'katli ham solsanglar bo'ladi. Men bir joyda olat somsa yedim. Ko'katli solingan ekan, juda ham og'zimga yoqdi, mazali chiqibdi. To'g'rab bo'lib qoldik. Mana hozir idishga solib olamiz. Hozir bizga go'sht kerak bo'ladi. Men 1,5 kilo lahm go'shtidan ishlatdim, sarpanja joyidan. Go'shtni avval parak-parak qilib to'g'rab olamiz. Bo'laklarga bo'lib olamiz. Keyin somoncha shaklida to'g'rab, mayda qilib to'g'rab olamiz. Olat somsani xamiri yupqa bo'ladi. O'shaning uchun go'shtni iloji boricha mayda to'g'raylar. Sarpanja go'sht o'zi yog'liroq ekan, o'shaning uchun men ozgina charvi solaman. Go'sht quruq lahm yog'siz bo'lsa, charvi yog'ni qo'ynikidan ishlatinglar. Go'shtni ham to'g'rab oldik, mayda qilib. Mana endi charvi yog'ni ham mayda qilib to'g'rab qo'yganman. Go'shtni ustidan solamiz. Hozir endi bir pas chetga olib qo'yamiz. Tuz, murchlarni keyin sepamiz. Tinib turgan xamirni olamiz, bo'laklarga bo'lib olamiz. Xamirni bo'laklarga bo'lganimda 18 dona chiqdi. Bu har biri 62 gramdan to'g'ri keldi. Xamirni bo'laklarga bo'lib oldik. Endi zo'lachala tayyorlab, yana bir pas tindirib qo'yamiz. Kimni birinchi tayyorlashi bo'lsa, bir kosa suv emas, bir piyola suvga tayyorlab ko'ringlar. Shunda o'z-o'zidan go'shtni ham ozroq solasizlar. Zo'lachalarni ko'ryapsizlarmi? Hammasi bir xil. Gramlarini to'g'irlab chiqdim. Endi laganga terib chiqamiz, paketga o'rab 10 minut tindiramiz. Mana shu 10 minut ichida nachinkasiga tuz, murchlarni sepib tayyorlab olamiz. Boya ham aytib o'tdim, pomidor kerak bo'ladi deb. Hozir biz 2 ta pomidor ishlatamiz. Parak-parak qilib bo'laklarga bo'lib olamiz. Men uzunchoq pomidor olganim uchun butun bo'laklarga bo'lib olaman. Agar katta yirik pomidor bo'lsa, yarim oy shaklida qilib bo'laklarga bo'lib olinglar. Pomidorlarni ham tayyor qilib oldik. Mana endi nachinkasiga tuz, murch, ziralarni sepib olamiz. Tuz sepamiz, undan keyin murch sepamiz. Men murchni ko'proq sepdim, achchiqqina bo'lsin deb. 1 choy qoshiq zirani qovonchada ezg'ilab, mana qo'shib yordim zirani ham.
Endi birinchi piyozni yaxshilab mijg'ilab olamiz va go'sht bilan hammasi masalliqlarni aralashtiramiz. Nachingasi ham tayyor bo'ldi. Chetga surib qo'yib turamiz. Zuvolachalarimizni olib, birin-ketin joy yordamida yoyishni boshlaymiz. Bir yo'la 4-5 ta olib yoyib olib, tugib, keyin yana 4-5 ta olib yoyib, mana shunaqa qilib tayyorlab oldim men. Zuvolachalarni unlab, iloji boricha yupqa qilib, katta qilib ochib olamiz. Olot somsani tugilishi juda oson, menga juda yoqadi. Bir pasda tugib tashlaysizlar. Xamirni, ya'ni zuvolachalarni yoyib olsanglar bo'ldi. Zuvolalarni xohlang bittadan yoying, xohlang ko'proq un berib, 2-3 talab qo'sha-qo'sha qilib yoyib olinglar. Juda ko'p un seformaslik uchun men bittadan, 2 tadan qilib yoyib oldim. E'tibor beringlar, xamiringlar qalin bo'lib qolmasin, yupqa qilib ochib olinglar. Mana shu paytda duxovkani yoqib qizdirib qo'yamiz, chunki tez-tez pishirib olamiz. Bitta duxovka listiga juda ham ko'p somsa ketmaydi. Xamirlarni yoyib oldik, hozir nachinkasini solib, tugishga o'tamiz. Go'shtli qiymamizni joylashtiramiz, ustidan pomidorlarni bittadan qo'yib chiqamiz. Mana endi tugishga o'tamiz. Past tomonidan buklab olamiz, endi yon tomonidan buklaymiz, ozgina uchini chiqarib buklaymiz. Tepasi bilan yopib qo'yamiz. Ko'rinishi shunaqa bo'ladi, demak yana bir bor tugib ko'rsataman. Somsani bugun uy sharoitida duxovkada tayyorlaymiz. Shu tariqa qolgan somsalarni ham tayyorlab olamiz. Duxovka listiga pergament qog'oz solib terib chiqamiz. Somsalarga tuxum surmaymiz, suv sepamiz yoki suv surib chiqamiz. Qizib turgan duxovkada 200 gradusda qizarguncha pishirib olamiz. Olot somsada bir xil qizarmaydi, yoki xol-xol bo'lib qizaradi, yoki har yeri qizarib chiqadi. Somsalar 3 ta lish chiqdi, qiymasi ham, xamiri ham hammasi yetib berdi. Pomidor ham yetib berdi. Masalliqlar ortib ham qolmadi, yetmay ham qolmadi. Somsalarimiz pishgandan keyin duxovkadan olamiz. Somsalar tayyor bo'ldi. Endi ustiga yog' surib chiqamiz. Xohlang sariyog' suring, men olivka yog' surdim. Xohlang ro'zg'orda ishlatadigan yog'dan surasizlar. Shunda somsalar yana ham ochiladi, yana ham yaraqlab chiqadi. Somsalarni albatta issiqligida yeyish kerak. Sovutib qo'yib yesanglar ta'mini ham tushunmay qolasizlar. Shuning uchun tavsiya etaman, issiqligida mazza qilib tamaddi qilish kerak. Somsalar juda qaynoq. Issiqligida sizlarga ushatib ko'rsatmoqchiman. Somsalar mana ko'rsatdim, hozir do'mboq bo'lib chiqqan. Somsalar qaynoqligidan tegib bo'lmayapti. Unisini ushlab ko'ryapman, bunisini ushlab ko'ryapman, qaynoq. Amallab shunisini ushatdim, ham yeb ko'rdim. Menga yoqdi, mazali chiqqan, suvli chiqqan. Xulosa qilib aytganda o'sha gap, issiqligida yeyish kerak. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Somsa yoqqan bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ring. Xayr, salomat bo'ling.